qayg'umuzni yeydigan insonlar mana shular. Bizni qayg'uradigan inson mana shu odamlar. Aziz jurnalistlar uchun rahmat. Ustozim. Qaraysizlar, zo'rmisizlar, kayfiyatlar. Biz mana Olmaliq kon metallurgiya kombinatining mana Qoraxil degan joyiga keldik. Endi bu ochiq osmon ostidagi kon ekan. Birinchi o'rin Chilida turar ekan, ikkinchisi bu mana shu manzil ekan. Mana shu ko'rmagan joylarni mana Nargizaxon bilan ko'ryapmiz. Nargizaxonga katta rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Hozir Nargizaxonni tushuntirishiga o'zi konda ishlaydigan xodim bo'lib qolib formalarni kaskasi ham bor. Kaskam bor. Kaskasi mana qo'limda turibdi. Mana kaskalari. Kaskalar qo'limizda. Intervyu kim oladi? Intervyu Mana holda. Men Kalmakirkon Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Kalmakirkon boshqarmasining bosh geologi Habibulayev Ramazon Yusupovichman. Ushbu boshqarmada men 2016-yildan beri faoliyat yuritib boraman. Birinchi faoliyatimni Kalmakir konida markaziy uchastka geologiyadan boshladim. 2022-yili Kalmakir kon boshqarmasining bosh geologi lavozimiga tayinlanganman. Kalmakir koni bo'yicha qisqacha gapiradigan bo'lsak, Kalmakir koni 1954-yil qurilish ishlari boshlangan bo'lib, 1959-yil ekspluatatsiyaga topshirilgan. Ayni damda Kalmakir konimiz 4 kilometrga 2 kilometr parametrlarga ega bo'lib, chuqurligi 500 metrdan ko'proq. Mana hozir qarangda mana shu yerga keldik. Mana shunga qarang, ochiq osmon ostidagi kon ekan. Chili mamlakatida bor deyapti. Shunday bormi? Bor ekan. Xuddi shunday Chili davlatida mis kon bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Bizni konimiz Kalmakir konidan tashqari 2017-yil yoshlik konni ham qatlamni ochish ishlari boshlangan. Kelajakda ikkita kon birlashib Oliy Ziyo koni bo'ladi. Juda katta konga aylanadi. Ayni damda qazib olingan madanlardan mis, molibden, oltin, kumush va nodir metallar qazib olinadi. Mana shunday konlardan yana bormi, ishlamaydi? Olmaliqda ayni paytda hozir Kalmakir koni bor, yoshlik bir koni bor, ustiga qatlamni ochish ishlari olib borilyapti va Sariqcho'q koni bor. Sariqcho'q koni ham xuddi shunday mis, molibden, kumush, oltin va nodir metallar qazib olinadi. Davlat yoshlik konini ochib berildimi? Men Kalmakir kon boshqarmasining bosh geologi Habibulayev Ramazon Yusupovich. Bu konni zaxirasi qancha? Buni zaxirasi 70 ming atrofida. Yilga hisoblaganda necha yil yana qaziladi? Hozirgi rejalar bo'yicha taxminan 70 yilga yetadi. Kamagan. Kechirasiz, uslubda qazib qolinyapti-da, xuddi chang va boshqa moddalar osmonga ko'tariladi. Bu havo ifloslanishi va aholiga zarar qanaqa bo'ladi? Chunki Ohangaron, Olmaliq hududida yashagan aholi bundan aziyat chekish ehtimoli kuchayib boryapti. Kimga javob bera oladi? Bunga ayni damda changni maksimal kamaytirish bo'yicha doimo chora-tadbirlar kiritiladi. Ya'ni yo'llarga suv sepiladi va burg'lanayotgan stanoklarga suv bilan ta'minlanib, burg'layotgan paytda chang chiqish oldini olinadi. Nega aynan ochiq uslubdagi yopiq uslubda emas? Har bitta kon geologlar tomonidan topilgandan keyin u hisob-kitoblar asosida madan tanasi qanaqa chuqurlikda joylashgani aniqlanib va rasxodlar hisoblanadi. Ya'ni ekonomik tarafdan, iqtisodiy tarafdan qaysi uslubda qazib olish maqsadga muvofiq. Atrofga ta'sir hisobga olinadimi, olinmaydimi?
iqtisodiy tarafdan manfaat bo'lgandan keyin atrofni Hammasi Savol beraylik, bitta beringlar. hammasi hisob-kitob qilinadi. Bunga kon ochish paytida juda katta komissiya tuziladi. Unga davlat organlari ham tomonidan ham juda katta tekshirishlar va hisob-kitoblar olib boriladi. Aholini qarang, savol. Hammasi Aholini sog'ligi yomonlashganda sizni korxonangizdan konvertatsiya to'lovlari to'lanadimi? Ming bor uzr. Men Kalmakirni geologiman. Atrof muhofaza bo'yicha bizada kombinatda alohida bo'lim bor. Bo'limi bor. Da, ular sizlarga to'liq ma'lumot beradi. Ular